Bugungi video darsimizda topik 1, ya'ni 47-topik 1 imtihoni tetki 11 dan 14 gacha tahlili bo'ladi. Sharti quyidagi nima haqida gapirilyapti? Namuna bilan o'xshash to'g'ri javob toping. Namuna oldingi testda ham ko'rgandik. I apatiye sarayo. Bu domda yashaysizmi? Ne ochingi sarayo. 5-qavatda yashayman. Il degani ish, chip degani uy, chuso manzil, adres, talyok kalendar. Demak, ikkinchi javob to'g'ri ekan. Bu namuna edi. 11-testimizni ko'radigan bo'lsak, 3 ball berar ekan. Ayol aytayapti. Hyongjega isoyo. Hyongje degani aka uka. Aka uka. Ya'ni aka ukangiz bormi? Ne tongsengi hanmyong isoyo. Ha, ukam. Bitta bor. Kalit narsa aka uka va tongseng degan so'z. Kajok oila. Demak, javob 1. Nara davlat, na'i yosh, yerim, ism. 12-testimiz 3 ball berar ekan. Ayol aytayapti. Neil muvol shinil ko'yiyo. Neil ertaga, muvol degani muvoril, ya'ni nimani? Shinda degani kiymoq. Shinda. Kiymoq. Ertaga nima kiymoqchisiz? Mana bu il ko'yiyo degan grammatikamiz kelasi zamonda moqchi ma'nosini anglatadi. Ertaga nima kiymoqchisiz? Ertaga nima kiymoqchisiz? Kuduril shinil ko'yiyo. Kudu degani tufli. Ya'ni tuflini kiymoqchiman. Menyu ya'ni ovqat menyusi. Shige soat, shinbal oyoq kiyim. Yo'il hafta kuni. Shunda oyoq kiyim haqida gapirilgan bo'ladi. 13-testimiz 4 ball berar ekan. Erkak aytayapti. Sumishi neil shopping haro kalkayo. Sumi, neil degani ertaga. Shopping hada degani xarid qilmoq. Ro grammatikamiz fe'lga qo'shiladi. Tarjimasi gani ish uchun. Ertaga xarid qilish uchun kalkayo bora mizmi deb tarjima qilinadi. Shunda choyo yaxshi, tushiye mannayo. Soat 2da uchrashamiz. Soat 2da mannayo degani uchrashamiz. Uchrashamiz. Xo'p, kejol fasl, yaksok uchrashuv yoki va'da ma'nosi ham bor. Imshik ovqat, changso joy. Demak, faqatgina 2 mos tushadi. Uchrashuv, va'da. Va oxirgi 14-testimiz 3 ball berar ekan. Erkak aytayapti, parami mani puroyo. Parami pulda degan so'z bor, shamol esmoq. Ya'ni mani degani ko'p, juda qattiq. Shamol qattiq esyapti desa, ayol ne pido olgot katayo. Pi degani yomg'ir. Oda degani yog'moq. Ya'ni ha, yomg'ir ham yog'adiganga o'xshaydi. Le got katayo grammatikamiz bor. Ga o'xshamoq ma'nosida keladi. Ha, yomg'ir ham yog'adiganga o'xshaydi. Kibun kayfiyat, kehvek reja, nalshi ob-havo, shigan vaqt soat. Shunda javobimiz 3 bo'ladi. Ya'ni ob-havo haqida gapirildi. Bu 47-topik 1 imtihoni tetki 11 dan 14 gacha tahlil edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.